11 yil davomida Tianshandan Bag'dodgacha, Gurjistondan to Hindistongacha bo'lgan hududlarni qamrab olgan vatanimni Mo'g'ullar qo'lidan qaytarib olishga intildim. Bu yo'lda yurtining bir hovuch tuprog'i uchun jon berishga tayyor mard va jasur o'g'lonlarni atrofimda jamladim. Zotan vatan ona merosdir, ota merosdir. Uni jonday asramoq mardlarga xosdir. Mangu berdiman, mangu aytmog'im rostdir. Ulug'vor niyatlarga kor qilmas ajal. Kim yurtidan yovni quvsa, mendirman o'sha. Vatan uchun qilsinto qalqondir sha'nim, uni desa shamolday chiqur samanim. Bor bo'lsam chamanim, o'lsam kafanim. Mangu berdilik menga taqdiri azal. Mendirman o'sha.